Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi videomizda OpenBudget botni qanday qilib ochish haqida bo'ladi. Xo'sh, shunda videoni boshladik. Birinchi navbatda qiladigan ishimiz bu mening Kodijahon kanalimdan mana shu zip faylni yuklab olishingiz kerak. Ya'ni OpenBudget kodi bu. Ya'ni bu fayllarni nusxalab olamiz biron joyi. Hop, mana men nusxalab oldim. Hop, endi birinchi navbatda qiladigan ishimiz bu quick edit o'tib olamiz. Men bu ilovani hozirgina o'zimning Telegram kanalimga tashlab qo'ydim. Hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Hop, mana shu ilovani yuklab olasiz. Hop, mana endi bu yerga qaytsak ham bo'ladi. Hop, bu yerda maxfiy, ya'ni hozir saqlagan joyimga o'taman. OpenBudget va mana shu index sapkasini ochib olamiz. Bu yerda ko'rib turganlaringdek API token, admin ID kabi joylar mavjud. Biz bu yerlarni hozir to'ldirishimiz kerak. Ya'ni men ko'rsatganimdek qilasizlar. Hop, birinchi navbatda bot filterdan bot ochib olamiz. Menimcha buni hamma ham biladi. Bu yerdan mana shu botimizning tokenini nusxa olamiz va quick editga qaytib mana shu joyini API token yozuvini o'rniga qo'yamiz. Va admin ID olish uchun yana Telegramga qaytamiz va o'zimizning admin ID'mizni olamiz, ya'ni Telegramdagi ID raqamimizni. Buni olish juda ham oson, ya'ni Usinfo botdan foydalanmoqdaman men. Mana nusxa oldik. Endi esa quick editga qaytib mana shu admin ID'ni o'rniga qo'yib saqlaymiz. Va mana saqlandi deydi. Va endi mana bu Umidjon degan joyga qaytamiz va bu yerni qilish uchun biz o'zimizning hostingimizni yutib olishimiz kerak. Telefoningizdagi yoki kompyuteringizdagi o'zingizga ma'qul bironta brauzerni ochib olasiz va o'zingizni hosting saytingizga o'tasiz. Mana men hosting saytimga o'tib olyapman. Xo'sh. Hosting, mana my hostingi. Va men bu yerdan ESP managerga o'taman. ESP managerdan hozir qiladigan ishimiz bu baza danlik bo'ladi. Biz yangi baza danlik ochib olishimiz kerak. Bu keragimiz. Va sozdать новый baza данных va baza danlikka nom beramiz. Masalan, OpenBudget. Va bu yerdan mana imya pользовательni ham shunday deb yozishimiz kerak. OpenBudget. Tak endi bu yerdan parolga bironta parol yozamiz. Masalan, o'zimning parolni yozyapman. Eslatib o'taman, yozgan parolingiz esingizda qolishi kerak. Va sozdать qilamiz va biroz kutganimizdan so'ng hammasi tayyor bo'ladi. Va bu yerdan baza danligimizni nomini nusxa olamiz va mana bu login degan joyga yozamiz. Hali endi yozgan narsamni qaytarib yozyapman. Masalan, o'shanda OpenBudget deb yozgandim hozirgina. Xo'p, mana qaytarib yozyapman. OpenBudget va parolga hozir eslab qolishimiz kerak degan narsamizni yozamiz va saqlaymiz. Xo'sh, saqladik. Endi hostingga qaytamiz. Hostingdan esa manager fayllar bo'limiga o'tamiz va bu yerdan www o'zimizning hostingimizning nomi va bironta papka yaratib olamiz. Buni test uchun qilib ko'rgandim. Va bu yerdan загрузить qilamiz, ya'ni hozir tahrirlagan fayllarimizni yuklaymiz. Fayllar o'tdim. Bu yerdan esa OpenBudget papkamizga o'tamiz va kerakli fayllarni tanlab загрузить qilamiz. Va mana загрузка завершение deydi va index.php ga o'tamiz. Ustiga 2 marta bosishimiz kerak va mana bu tepa qismdagi ko'rganingizdek ana bu yerda nusxa olish bo'limi turibdi. Ana shu yerdan copy qilamiz.
va bu yerdan Telegramga qaytamiz. Telegramdan esa qidiruvga bironta webhook botni yozamiz. Masalan, shuni start bosamiz va webhook ulash. Endi esa bu yerdan botimizning tokenini yuboramiz. Xo'p, mana botimiz tokenini yubordik. OpenMJet video saqlandi deydi. Endi esa eslatib o'taman, agar siz hozir nusxa olgan havolangizni boshida 3W bo'lsa, buni o'chirib olib, o'rniga https 2 nuqta va xuddi shu ko'rinishda bo'lishi kerak. Aks holda botingiz ishlamasligi mumkin va buni jo'natamiz. Webhook ulandi, webhook already set deydi va botga qaytib start bosamiz va ko'rib turganingizdek botimiz ishlamoqda. Bu yerda 5 ta bo'lim mavjud. Xo'sh, bu bo'limlar orqali botimizning sozlanmalarini qilishimiz mumkin. Hop, bu yerdan esa admin panel mavjud. Bu yerda statistika, xabar yuborish, masalan, bironta xabar yuborsangiz bo'ladi. Masalan, men test 1 deb jo'nataman va xabar keldi. Bu yerdan esa sozlanma bo'lim mavjud. Bu juda ham oddiy. Ya'ni nima deydi, bot hammaga tushunarli bo'lish uchun oddiy tarzda tuzilgan. Bu yerda 6 ta bo'lim mavjud. Minimal pul yechish, referral narxi, ovoz berish, ovoz URL, https bilan to'lovlar kanali, admin username. Hozir bularni hammasini tushuntirib chiqaman. Odamlar minimal eng kam bilan qancha pul yechishini siz belgilaysiz. Masalan, 50 ming, 60 ming degandek. Bu yerdan esa referral narxi, bironta foydalanuvchi bironta do'stini taklif qilsa qancha pul berishini belgilaysiz. Ovoz berish narxi, agar kimdir sizning havolangiz orqali kelib ovoz bersa, unga qancha pul berishingizni yozasiz. Ovoz URL, ya'ni ovoz beriladigan havolani kiritasiz bu yerga. To'lovlar kanali, ko'pchilik shuni tushunmasligi mumkin. Men esa hozir buni tushuntiraman. Masalan, bu yerdan shu kanalni oladigan bo'lsak, havoladan nusxa olish. Bironta joyga qaytamiz va bu yerdan use info va bu yerga boshi kuchukcha bilan bo'lishi kerak va bu yerga kanalimni havolani yozaman va only id ko'rib turganingizdek yozib qo'ygan only id ni bosaman va bu yerda -100 bilan boshlangan id raqam chiqadi. To'lovlar kanali id -100 bilan degan xabar bor va bu yerga hozirgi nusxaga jo'natamiz. Eslatib o'taman, boshi -100 bilan boshlanishi shart bo'lmasa qabul qilmaydi. Aytgancha, siz ulayotgan hozirgi to'lovlar kanaliga botingiz admin bo'lishi kerak. Sozlama bo'limida yana turli xil narsalar mavjud. Admin username, masalan, Nazirjonov. Eslatib o'taman, boshida kuchukcha belgisi bo'lmasligi kerak. Orqaga qaytamiz va yo'riqnoma bo'limida mana shu joyni o'zgartirdik hozir. Bu dasturchisi, ya'ni men. Hozirga qo'ygan havolangiz chiqadi. Xo'sh, agar videom sizlarga yoqqan bo'lsa, kanalimga obuna bo'ling va videoga like bosing. Aytgancha, men o'zimning Safe IP botimni sizlarga tanishtirmoqchiman. Shu bot orqali istalgan ijtimoiy tarmog'ingizga arzon narxlarda ko'rib ko'rishingiz mumkin.